Asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsa, yana takror aytaman, masjidlarimizda ham gohida ixtilof bo'lib qoladi-da. Asr namoziga masalan azon aytildi, 5 daqiqa kechga qoladigan bo'lsa namoz qazo bo'lib ketdi. Vaqtida o'qimaymizmi, vaqti o'tib ketib qoldi va hokazo degan ba'zi bir norozilik ohangidagi so'zlar otiladi. Aslida bilib qo'yaylik, namoz vaqti hali ancha bor. Hali anchagina bor. Qandaydir uzr tufayli 5 daqiqa, 10 daqiqa kechikib qolinsa, bu degani katta bir mashmasha emas. Juda katta bir muammo emas bu narsa. Hali bemalol vaqti degani. Safarga chiqqanimizda ham shu o'rinda bir narsani aytib beray, bir ibratli voqea. Ustozimiz Shayx Muhammad Sa'd Muhammad Yusuf hazratlari bilan bo'lgan voqea. Uzoq safardan mashinada qaytayotganlarida hazrat bilan shu paytda birga bo'lgan qori akalarimizdan birlari aytib beryapti. Hazrat bilan birga edik deyaptilar. Haydovchimiz haydab ketyapti mashinani, uzoq safardan kelyapmiz, cho'lda kelyapmiz. Rosa cho'l, hech narsa yo'q. Hech qanday imorat, birorta bir masjid, birorta bir kapa ham yo'q. To'xtab namoz o'qib olish uchun. Asrning vaqti kirdi deydilar. Go'yoki mana hozir 5:30 da asrning vaqti kirayotgan bo'lsa masjidlarimizda 5:30 bo'ldi. Haligi haydovchi odam biladiki 5:30 da masjidda namoz o'qiladi, asrning vaqti kirib bo'ldi. Tezroq o'qib olishimiz kerak. U o'ylaydiki 5:30 o'tib ketsa asr qazo bo'ladi deb. Qoraka aytib beryaptilarki, hazrat bilan biz orqada gaplashib kelyapmiz, bir payt haydovchi bundoq qaratdi, namoz vaqti bo'ldi, o'qiymizmi dedi. Hazrat bundoq qaradi, nima dedilar. Ya'ni oradan bir 5-10 daqiqa o'tdi, haligi haydovchi sal ovozini ko'taribroq, norozi ohangda namoz vaqti o'tib ketyapti, o'qiymizmi dedi. Deyaptilar. Yana hazrat bundoq qaradilarda indamay qo'ydilar. 3-marta yana oradan 5 daqiqa, 10 daqiqa o'tgandan keyin haydovchi o'ta norozi ohangda, go'yoki hazrat va yonlaridagi qori akalar namoz o'qimaydi shekilli bular degan ma'noda, bu namoz vaqti bo'ldi, o'qiymizmi yoki yo'qmi deb bir g'alati bir ohangda aytdi. Hazrat bundoq qaradilarda, siz haydovchimisiz debdi. Ha desa, ishingizni qiling. Namoz vaqtini biz bilamiz debdilar. Ana shunaqa odamlar borda, katta allomalar bilan birga bo'lib qolsa ham, go'yoki asr 5:30 da o'qilish farz, 5:40 yoki 6 bo'lib qolsa namoz qazo bo'ldi deb ulamolarga ham gap otadi o'zicha. Shunaqa deb qoldi hazrat deydi. Siz haydovchimisiz? Ishingizni qiling. O'zingiz ishingizni qiling. Namoz bilan ishingiz bo'lmasin. Namozni biz bilamiz qachon vaqti bo'lishini. Dedi keyin ali haydovchi jim bo'lib qoldi, ali boshidan muzdek suvni kuygandek jim haydab ketaverdi. Oradan bir 10 daqiqa o'tmasdan shunday yo'limizda bir kapaga o'xshagan bir imorat paydo bo'lib qoldi. Hozir to'xtang shu yerga dedilar. Haydovchimda yo'lga o'tib to'xtadi. To'xtadi, ichkariga kirsak deydilar. Shunaqa kelishgan oppoq soqolli, go'zal bir nurli otaxon, hazrat keldingizmi, hazrat keldingizmi kutib oldi deydilar. Hayron qoldi deydilar. Xuddi avvaldan tayinlab qo'yilgandek shunaqa holat bo'ldi deyaptilar. Kirishimiz bilan joy namoz ham tayyor ekan, sop qo'ygan ekan deydi. Shunday kirdik xonadonga, tushdik, asrni o'qidik, asrni o'qib bo'lishimiz bilan hazrat dasturxon tayyor dedi. Shunday o'tib dasturxonga o'tirdik, qaynab turgan sho'rva olib keldi deyaptilar. Birgalikda sho'rvani ichdik deydilar. Asr namozini bemalol tushib, joy namozi ustida, soya salqin joyda o'qib oldik deyaptilar. Bo'lmasa hech qanday imorat yo'q edi deydi. Qip-qizil cho'l hech narsa yo'q. Sho'rvani ichdik-da, hazrat duo qildilar. Duo qilib chiqib ketganimizda ham hali asrning vaqti ancha bor edi deyaptilar, quyosh botishiga. Chiqib bir payt mashinaga mindikda, keyin taajjublanib mashinaga minganimizdan keyin bir 40 metr, 50 metr yurdikmi yoki yo'qmi, bunda orqaga qarasam, haligi uy yo'q deydi. Mana azizlar. Shuning uchun ulamolarga, Allohning payg'ambarining merosxo'rlariga ortiqcha gap qilmaslik kerak. Namozni vaqtini ulamolar biladi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozni oxirgi vaqtida o'qib beryaptilar. Agar siz bilan bizga o'xshagan odam bo'lsa, bu Rasululloh ham namozga beparvo ekanda. Asrni o'qimaydilarmi? Quyosh botayotgan paytda o'qildilar asrni deymizda. Holbuki bu ta'lim bu. O'sha shayx hazratlari ham o'sha haydovchiga ta'lim berib qo'yaptilar. Hoy sen haydovchi. Namoz vaqti asr degani 5:30 da bo'ldi, tamom degan